Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugungi video syomkamiz mana shu dalaning ichida 11-oktyabr 2025-yil. Nihoyatda ajoyib bo'lgan Makkadan boshlaymiz. O'zlaring ko'rasizlar, har birini pishirgan. Bo'yi ham bir normalniy. Yagvar kombaynda o'rib berilyapti. İçida bir begona o'tni o'zi yo'q. Oldingi ko'rsatgan makkalarimdan o'zgacha. Mana ko'rib turibsizlar, bir achib netib boshqa qilingan yo'q. Bu aniq pishgan-da bu. Shu qimmatbaho pachka urug'lardan bu dehqon ham mehr berib qaragan. Shunga o'zlaringiz baho berasizlar. Baho berishdan oldin bitidan laykni bosib, podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'ysalaring, kundeligi narx-navoni chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Bugungi mana shu Makka 700 so'mdan. Birodarlar, Yagvar kombaynida maydalab o'rilib olib berilyapti. Shu Makkani so'raganlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimni qoldiramiz. Og'iz akam aytib beraman. 90 534 0262 99lik 634 0262. Birodarlar, Yagvar kombaynini ko'ryapti. Birodarlar, mana Makkaning asl holati mana o'rib kelindi. Yerdishdan realniy bo'layotgan video Yagvar kombaynida.